Chakchak bilan ajoyib eksperiment o'tkazamiz. Chakchak idealni chiqishi uchun xamir tayyorlayotganda tuxumni ko'pirtirish shartmi, shart emasmi? Eksperiment yo'li bilan bugun shuni aniqlab olamiz. Har biriga 5 donadan tuxum chaqib, bir xil retsept bilan ikkita xamir tayyorlaymiz. Birinchi xamir uchun tuxumni yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olib, undan so'ng un qo'shib xamir tayyorladim. Ikkinchi xamir uchun esa tuxumni vilka bilan shunchaki atalab olib, undan so'ng un qo'shib xamir tayyorladim. Xamirlarni qalinligini bir xil qilib yoyib olib, har ikkalasiga ham taplonk yog'ini eritib surib chiqdim va plastinkalar yasab quritib oldim. Xamirlarni har ikkalasini bitta qozonda, bitta gradusda qovurib oldim. Qovurilgan chakchaklarni ko'rib ajablinishingiz mumkin. Ko'rib o'zingiz baho bering. Qaysi to'g'rida tuxumi ko'pirtirilgan chakchak, qaysi birida esa tuxumi ko'pirtirilmagan chakchak. Bu tuxum ko'pirtirilgan xamir, bunisi esa tuxum ko'pirtirilmagan xamir. Ikkala xamirning ham natijasi bir xil. Keyingi safar chakchak uchun xamir tayyorlayotganingizda tuxumni ko'pirtirib o'zingizni aslo ovora qilmang. Keyingi videorolikda bir oy tursa ham qotib qolmasdan og'zi eriydigan mukammal chakchakli retsept bilan bo'lishaman. O'tkazib bormaylar.